O'rtoqlar, mana men bugun davolanayotganimizga ham bir oy bo'lib qoldi boshida. Alhamdulillah ancha yaxshiman mana. Oldinlari hamma yoq og'rirdi, davleniya ko'p oshardi, bosh aylanardi. Har kuniga 2 martadan skori chaqirgan kunlarim bo'ldi. Shundan keyin skorichilar ham kelib, oxiri aka dedi, buncha ko'p chaqirasiz, poliklinikadan chaqiring nima dedi, yordamni dedi. Poliklinikadan chaqirardim kuniga 2 martadan. Davleniya oshib ketaveradi. Mana davleniyalarim ancha o'ziga tushdi desam ham bo'ladi. Davleniya, bosh aylanishlar, holsizliklar ketyapti, Xudoga shukr. Mana hammasi alhamdulillah. Oyoqlarda holsizlar, bosh aylanishlar bo'lardi. Hammasi sekin-sekin mana o'ziga kelyapti alhamdulillah. Jamshid akaga mindan rahmat. Hammalarga rahmatulloh shunchalik. Alloh shifo berdi. Avvalambor Allohdan undan ham yaxshi davolanib ketishimizga Jamshid aka sababchi bo'ladi, Xudo xohlasa bundan keyingisiga. Shunda birinchi kelganingizda xuddi bu insult bo'lib qoladigan darajada boshingiz aylanib, qiynalib, o'zingiz ham sezib kelgansiz, to'g'rimi? Boshi aylanib, qonlarni ko'rib, mana shu poliklinikaga chaqirishda chiqdim. Qon analizasidan topshirdim. Ko'rishib qo'rqib ketishdi qonimni. Quyuq, lasali bir uchastkovoy vrachimiz ham amaki juda xafa-ku qoningiz dedi. Shu mayli bir harakat qilamiz, davolaymiz deb kapinistlar qilishdi, foydasi bo'lmadi. Poliklinikadan chiqib ham uyga borib, yana skori chaqirib, yana boshim aylanib, yurib oxiri mana Jamshid akani oldiga keldi. Mana ancha yaxshi, qo'llari ham yengil ekan, Allohga shukr. Sababchi bo'lyaptilar, mana yaxshi ancha. Hamma yo'q sog' salomat, qo'llar og'ruvlar yo'q. Shunda Rustam aka nima muolaja olyapsiz? Ukollayapsizmi, nima qilyapsiz? Nima bo'lyapti masalan? Hozirgi paytdami? Ha, menda masalan. Hozirgi paytda shu Jamshid akani aytganlarini qilyapmiz. Mana nina olyapman boshimdan, mana qo'llardan ninalar qilyaptilar. Keyin aytganlari shu vannada, shu suvda, sovuq suvda, ozgina issiq suvda, keyin qo'llarni suvga tiqib, oyoqlarni suvga tiqib, mana endi Xudo xolasa bir bochka topamiz, bir vannacha topamiz, ichiga tushmoqchiman Xudo xolasa, sovuq suvda. O geronoterapiya deyiladi, o'sha suv bilan davolanish. Bu yana ham organizmdagi qon aylanishlarini yana mustahkamlash, sirkulyatsiyasini yana me'yorga keltirish tufayli. Chunki miyada asosan mana qavat-qavat tromblar bo'lib ketganda, shuni hisobiga qulog'ingiz masalan shang'illab, boshingiz qum bo'lib, yomon xayollar